Har yili Chikago daryosiga 10 minglab rezina o'rdakchalar tashlanadi. Bu tadbir Chicago Duck Derby deb ataladi. Har bir o'rdakcha $10 evaziga odamlar tomonidan asrab olinadi va maxsus raqamga ega bo'ladi. Bu hazilomuz poyga festival kayfiyatida o'tadi. Kimning o'rdakchasi birinchi bo'lib marraga yetsa, uning egasi avtomobil, sayohat yoki homiylardan pul kabi katta sovrin yutadi. Ammo tadbirning asl maqsadi aqliy nuqsonlari bor sportchilarga yordam beruvchi tashkilot uchun mablag' yig'ishdir. Poygadan so'ng o'rdakchalar yig'ib olinadi, pul esa fondga o'tkaziladi. Endi tasavvur qiling, agar o'rdakchalar yig'ib olinmasa-chi? 1992-yilda to'fon paytida Tinch okeaniga qariyb 30 ming dona plastik o'rdak, tashbaqa, qunduz va qurbaqalar tushib ketadi. Do'stona suzuvchilar deb atalgan bu o'yinchoqlarni to'lqinlar butun dunyoga tarqatib yuboradi. 15 yil davomida ular 10 ming kilometrdan ortiq yo'l bosib, Alyaskadan Gavayiga, Yaponiyaga va Washington sohillariga yetib boradi. Keyin esa Arktika muzlari orasidan o'tib, Shimoliy qutb orqali suzib o'tadi va yillar o'tib Atlantika okeanida, Kanada, Islandiya va AQSh sohillarida paydo bo'ladi. Ehtimol ular hatto Titanik cho'kkan joyda ham suzib yurgan bo'lishi mumkin. Qiziq tomoni shundaki, bu voqeadan foyda ham chiqdi. Okeanograf Curtis Ibizmayer o'yinchoqlarning yo'lini kuzatib, ularning qayerda paydo bo'lishini hujjatlashtirdi. Odamlar va ko'ngillilar unga muntazam xabar berib turishdi. Natijada okean oqimlarini hisoblovchi kompyuter modellarini yanada aniqlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Ular hozirgacha qoldiqlar qayerga oqib borishi yoki bedarak yo'qolganlarni qidirishga qo'l kelmoqda. Shu bilan birga bu voqea tabiatda plastik polimerlarning naqadar uzoq saqlanishini ham yaqqol ko'rsatib berdi. Shuning uchun chiqindilarni aslo suvga tashlamang.